Yüz Yilliq Marafon. ئاپتورى مايكىل پلىزبېرى. 4-bab 2-qism. Aq əpəndi və yeşil xanım. To'pilangdan to'g'acha o'g'irlash. 36 tədbirdən. Aq əpəndining ishining murakkablashib ketishidagi sabab shuki, u ta'minlagan uchurlar Federatsiya tekshirish idorasi uzundan beri qattiq e'tibor berib kelgan yoshirin uchur ta'minlaguvchi uni Yeshil xonim deb atab turayli, ta'minlagan uchurlarga zid chiqib qolgan edi. Yeshil xonimning pul jihatdagi talabi uning atalmish munosabat doirasiga o'xshashla yuqori bo'lib, u bizdan $2 million talab qilgan edi. O'zining deyishicha, u siyosiy byurodagi ishlarni bilibla qolmay yana Deng Xiaopingning o'rinbosari, kelgusidagi Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining bosh sekretari Jiang Zemin bilanmi qo'yiq aloqasi bormish. Uning aytishicha, Deng Xiaoping hali ham Amerikaga moyil maydondan tavranmaganmish. Bu jihatda Jiang Zemin Deng Xiaopingdan bakrak Amerika parast bo'lib, uning Elvis Presley'ning ĩnglizcha naqshlarini aytishga yeris ekanligini tasavvur qilish qiyin emasmish. Yana uning deyishicha, Xitoy Tiananmen qirg'inchiligidan keyin Amerika bilan texmi zich hamkorlashish qo'ydimish. U yana Xitoyda ko'ngilchilik ideyasi madilinishi yoki markizm nazariyasi darslik kitoblardan chiqarib etilishi mumkin degandek qarashlarni mazoq qilgan edi. U qattiq qo'llarning faqat bir uchum yashinib qolgan qo'shimcha iqim mutafakkirlar ekanligini, shundaqla uzoqqa qolmay navbatda ozliq qolgan ta'sir kuchidan ayrilib qoladiganligini keskin turda aytgan edi. Agar biz Yeshil xonimning ishonchlik yoki emasligini aniqlaymiz desak, bu bizga oson edi. U oq apandidek Amerikadagi josuslarning ismi yoki joylashgan o'rnini aytib bermadi yoki aytib berolmadi. Shundaqla rasmlardan biz salohiyatini aniqlab bo'lgan Xitoy josuslarini to'nib berolmadi. U yana Beijingning yer ostidagi yuqori darajali kompartiya rahbarlari ishlatadigan kilometrlarcha so'zilgan yoshirin tunneldan xabari borligini aytmadi. U biz qo'lga tushirgan maxfiy Xitoy hujjatlarining rost yolg'onligini aniqlab berolmadi. Lekin inglizcha maqsadini nihoyat tast uqtirdigan o'ychan oq apandiga o'xshamaydigini Yeshil xonimning inglizchasi to'limi ravon edi. U Amerika Xitoylar bilan qayta uchrashib qolishdan ansiraydigan, hatto qattiq qo'rqadigan oq apandiga o'xshamaydigini. Yeshil xonim jinini alqiniga elib qo'yib turib, yangi istixborot egallash uchun yiliga 1-2 qatim Xitoyga berishga rozi ekanligini aytgan edi. Men biz bularning ikkilisi ta'minlagan istixborotdan foydalanish uchun har ikkilisiga pul bersak bo'ladi degan edim, lekin xizmatdoshlarim buningga qo'shilmadi. Amerika istixborot sohasidagilar birdaklikka intiladi. Shundaqla Xitoy Amerika munosabati to'g'risidagi bu xil ko'z qarash ixtilobi odamni tanqislikda qo'yadi. Ana shu xil orqa ko'rinish ostida Yeshil xonim o'ttirg'i chiqib, bizni bu tanqislikdan qutuldirdi. Hammamiz uning bilan bir sapga o'tdik va u talab qilgan pulni berdik.
Мен шу yig'indan keyin uzoqqa qolmayla Ақ әпәнді bilan ko'rishishni planlagan edim. Men uning so'zlariga ishondim deyolmaydim, ammo uning so'zlari kuchli qiziqishimni qo'zg'agan edi. Ikkimiz Xitoycha paranglashdik. Marksizm nazariyasini davlat ideologiyasidan va darslik kitoblardan chiqarib etishdan iborat bu bema'ni xiyolning misqolchi rost tarafi bor degan taqdirda men bu ishning qandaq ro'yobga chiqarildiganligiga qattiq qiziqatdim. Ақ әпәнді buningga javoban Xitoyning maktablarda sog'lom vatanparvarlik tarbiyasi darsi ta'sis qilish plani borligini anglaganligini aytdi. Bu planga ko'ra Xitoy miqyosida fuqarolar ziyorat qiladigan vatanparvarlik tarbiyasi bazasi, yangi tarixiy xotir saroylar va yangi muzeylardan yuzi ochiladi ekan. Shundaqla Xitoy rahbarlari Xitoylarning Yaponiya va Amerika qatorliq davlatlarning qo'lida tortgan xo'rliqlarini tasvirlagan 100 yillik milliy xorliq temasida televiziya va radio programmalar ishlashga mablag' ajratibdi. Xitoy bu orqali Amerika bizni iskanjaga elib, bizning o'tmishdagi shon sharpimizni asli keltirishimizga to'sqinlik qilmoqchi demoqchi ekan. Bizning yoshlarimiz va ziyolilarimiz Tiananmen maydonida amerikaliklar bilan muhabbat qaynamig'i sho'ng'idi. Xitoy rahbarlarining nazarida bundaq ish hargiz qayta yuz bermasligi kerak. Shuning uchun bizning rahbarlarimiz sizlarni qorlaydi ham g'arbning qo'lida ko'rgan xorliqlarga xotima berib, qaytadan kuchayishga urinadi, dedi u. U gapini bir chalmada ikki paxtak degan so'z bilan xulosaladi. Bu yerdagi ikki paxtak kimni ko'rsatadi deb so'rdim men. Hozir Sovet ittifoqining tahdidi mavjud emas, chunki ular yemirildi. Shunga Beijing Amerikaning o'zini davomli qo'g'dishiga muhtoj emas, dedi u javoban. Undaqda ikkinchi paxtak zodi kim? Uning ko'zda tutayotgan aniqla Amerika edi. U ba iborasini ishlatdi va shi o'zgardi dedi. 1972-yili Nixon tunji qatim Amerikaning ishigini Xitoyga ichivatganda Amerikaning Xitoy haqidagi maydonini o'zgartish va Xitoy rahbarlarini nisbatan real shaklda tonish fursati bor edi. Lekin Amerika hukumati shunday qilishning o'rniga mumkin bo'lgan eng tez suratda Amerika Xitoy munosabatini muqimlashtirishga tirishdi. Hatto Tiananmendagi qirg'inchilikdan va Xitoydagi erkinlikparvar islohotchilar yo'qotilgan, mo'tadil davlat raisi qo'lga ilingandan keyinmi? Prezident Bush ilgirki xato ko'z qarshidan yonmadi. Xitoy Kompartiyasining islohotchi rahbari Zhao Ziyangni yoki partiyaning uningdan burunqi jo'shqin rahbari Xuyabangni hech kim maqtamagan edi. Ularning haqiqiy islohotchilar ekanligini ayni chog'da hech kim faraz qilolmagan edi. Ular o'zining yuqori rahbarlik o'rnida turib qo'llagan islohotning salmoqini hech kim bilmaydi. Bu vaqtdagi uchurlarning hammasi ayni chog'da Xuyabang va Zhao Ziyangning qo'l ostida demokratik siyosiy islohotga kuch chiqarganlar keyin Xitoydan yuz o'rib chet elga chiqqanda ondan bizga yetib kelgan edi. Ayni chog'da men yanala Deng Xiaopingni va uning o'rinbosari Jiang Zeminni haqiqiy islohotchilar deb qaraydim.
Şuningdan uzoq o'tmayla yolg'on islohotchilarni qo'llab, haqiqiy islohotchilarni tashlab etganligimizning keyinchi bizni davomliq chirmab oladigan bir xatoligimiz ekanligini bildim. Men dokladimni tamomlash uchun qo'lga elinishdan qo'rqib Parijga qochib berib olgan va shu chog'da Fransiya hukumatining himoyasida turayotgan Xitoy Kompartiyasi amaldorlarini ziyorat qilish uchun Parijga avatildim. Ular 10 nuqtalik programmani qo'llanibdi va g'arb tarafidan qabul qilinishni umid qilgan surgunda hukumatga bir rahbar saylab chiqibdi. Bu demokratik Xitoy Federatsiyasining surgunda hukumati edi. Prezident Bush bu tashkilotga uning 10 nuqtasiga va uning yangi saylangan rahbari Yanjachiga faqatla ko'ngil shumidi. Yanjachining aslamasida siyosiy islohot ko'rishi va Amerikacha sistemani yo'lga qo'yish tirishchanligiga aloqador texmi ko'p tafsilotlar bayon qilingan. Yanjachi bevosita Joziyangning qo'l ostida xizmat qilgan, uning bayonlari chet elga qochib chiqqan yana bir Xitoy amaldori Ruanmingning aslamasini dalillaydi. Ruanming bo'lsa, bevosita Deng Xiaopingdan ilgirki Xitoy rahbari Xuyabangning qo'l ostida xizmat qilgan edi. Lekin bu aslamadagi hikoyalar bak oz ham bak kechikib yetib kelgan edi. Xulosa, Deng Xiaoping izchil taxtda o'ltirib Amerika prezidentlaridan Ford, Carter va cho'ng boshlarni kutib oldi. Ikki qatim davr ژورنىلىنىڭ muqovasiga chiqdi. Yeshil xonimmo Deng Xiaopingning o'rinbosari Jiang Zemin Elvis Presleyning naqshisini aytdi deb yuraverdi. Men demokratiyaning kuchining Tiananmen maydonidagi bu ko'ngilsiz voqealar ustidan g'olib keldiganligiga shaksiz ishonaman degan edi prezident Bush. Tiananmen maydonidagi qarshilik ko'rsatish va bostirish harakatlarining oyig'i besiqmayla prezident Bush yana davlat mudofaa ministrligini ilgari va'da qilingan torpida, radar va boshqa harbiy ashyolarni Xitoyga setib berishga buyurgan. Bush Nixonning Xitoy bilan munosabat qilish prinsipiga bog'lanib qolg'achqa, Xitoyga yangicha nazarda qarashga imkon topolmagan. Amerika savdo magnatlarining Xitoy bilan barg'ansir kuchayotgan munosabati va savdo fursatlari Bushning bu xil maydonini texmi kuchaytgan edi. Halbuki Xitoy dunyodagi yuksalayotgan eng cho'ng bozor deb mo'ljallanayotdi. Bushning Xitoyga tutgan qilg'uchilik maydoni uningdan keyingi prezident Bill Clinton tarafidan qattiq ayblandi. U prezidentlik saylama faoliyatlari jarayonida Xitoyga qarta texmi qattiq qo'l siyosat yurgizdiganligiga va'da berdi. Shundaqla bir mezgil bu va'dasiga vafo qildi. U 1992 yildagi saylamda cho'ng boshni yengandan keyin Xitoyga qarshi Eisenhower, Kennedy va Johnson davridan keyingi eng qattiq siyosatni yurgizdi. Bill Clinton Xitoyga faqatla berib baxmagan. Aksicha Arkansas shtatining boshlig'i bo'lgan mezgillarda Tayvanga 4 qatim borgan. U 1992 yildagi prezidentlik saylami mezgilda prezident Bushni Beyjingdagi jallodlarni erki o'gitib qo'ydi deb qattiq ayblagan. Clinton prezidentlik vazifasiga o'tirgan hamon uning davlat sekretari Warren Christopher
Kengash palatasining tashqi munosabatlar komitetiga bizning siyosatimiz iqtisodiy va siyosiy erkinlashtirishning kuchi orqali Xitoyni kommunizmdan demokratiyaga kirgizadigan keng va tinch o'zgarishni ilgari surishdir degan. Bu urinishqa sobiq bosh elchi Winston Lordmo ishtirok qilgan. U Tiananmen qirg'inchiligidan qattiq cho'chib, o'zining shuncha uzundan beri Xitoyni to'g'ri toniy olmay kelganligini bilgan va Amerikadagi Xitoyni eng qattiq tanqidlaydiganlarning biriga aylangan edi. Әмділікті Шарқы Асия va Tinch okean ishlariga mas'ul yordamchi davlat sekretari bo'lgan Lord Kengash palatasining tashqi munosabatlar komitetiga Xitoyga qattiq shartlarni qo'ydiganligi, agar Xitoydagi inson haqlari va demokratik saylam ahvolida o'zgarish bo'lmasa, Amerika bilan Xitoy orasida ko'ngildagidek savdo munosabati o'rnatilmaydiganligi haqida va'da bergan. 1993-yili Demokratlar partiyasidagi Nancy Pelosi Avam palatasida, George Mitchell Kengash palatasida Xitoyga qarta kishining diqqatini tortadigan bir yurish shartlarini o'ttirib qo'ygan edi. Qaraganda 1980-yillardagi Xitoy islohotiga bo'lgan umidvor xiyollarmi barbod bo'lgandek qiladi. 1993-yil 5-oyning 28-kuni Prezident Clinton Dalai Lamaning vakillari va Tiananmen qarshilik ko'rsatish harakatining bir nafar o'quvchi rahbarini o'z ichiga olgan 40 nafar Xitoy o'qituvchini Aqsaroyga taklif qilganda, Clinton hukumatining Xitoyga tutgan qattiq qo'l maydoni eng yuqori pallaga chiqqan edi. Bu Xitoy siyosiy byurosi tarafidan butun Xitoy Amerika munosabatini tahdidga uchiradigan misli ko'rilmagan tanbeh deb qaralgan edi. Halbuki Xitoy Amerika bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirishga muhtoj edi. Shuning bilan ular harakatga o'tdi. Xitoydagi uchur ta'minlaguvchi bilan aloqalashib turgan Oq apandining deyishicha, Xitoy istixborotchilari Clinton hukumatining ichki qismidagi Xitoyga qandaq muomala qilish to'g'risidagi ixtilofdan xeyli obdonli xabardor bo'lib, ular Xitoylar Amerika hukumatining ichki qismida Xitoyga moyil birlashma kuch shakllantirmoqchi ekan. Xitoylar davlat bexatarlik maslahatchisi Tony Lake va uning muavini Sandy Bergerning Xitoyga qarta nisbatan do'stona ko'z qarashda ekanligini aniqlab chiqqan. Xitoy yana yer sharilishish va erkin savdo bu ikkilisi Xitoyga foydaliq tarafdori bo'lgan davlatlik iqtisodiy komitetining raisi Robert Rubinga va o'xshash ko'z qarashdagi iqtisodiy maslahatchilar komitetining raisi Laura Tyson, Harvard universitetining iqtisodshunosi, Moliya ministrligining xalqaro ishlarga mas'ul muavin ministri Lawrence Summers qatorliqlarga ko'z tikib, ularni yeniga tortishga tirishgan. Xitoy hukumati mazkur shaxslarni yulab, ular bilan Xitoyning ittifoqdoshlarining savdo sohadagi aloqasini qo'yiqlashtirish va Xitoyning Washingtondagi manfaatini zo'raytish uchun qo'lidan keladiganlik tirishchanliklarni ko'rsatgan. Xitoy amaldorlari ta'sir kuchi zo'r Amerika savdogarlariga zo'r so'mliq savdo to'xtamlarini tanlagan. Clintonning saylam faoliyatiga ketgan asosli xarajatlarni ta'minlagan. Baylar Prezident Clintondan Xitoyga Boeing aeroplani setib berish planiga ziyon yetkazmaslikni
yoki Amerikaning soda suni hamroyini Xitoyning raketasi orqali qo'yib berishga. Bundaq qilganda Amerika hukumati necha 100 million dollarni tejab qalalaydi. To'sqinlik qilmaslikni bevosita talab qilgan. Buningdan sırt, xalqning manfaatini chiqish qilgan holda davlat majlisida Xitoyga qartilgan yangi qo'llash tadbirlari uchun safarbarlik qilinayotdi. 1993 yilning oxirida hozir Xitoylar tarafidan Clinton siyosiy o'zgarishi deb ataladigan vaqada bu Xitoyga moyil ittifoqdosh prezident Clintonga Xitoyga qarshi pozitsiyasini yumshatish haqida nasihat qilganda Clinton ilgirki va'dasiga xilof holda Dalay Lama bilan qayta ko'rishmadi. Xitoyga qartilgan embargolar amaldan qoldirildi. Xitoy Clinton hukumatidagi Xitoyga moyil nurg'un amaldorlarning Yiroqni ko'rarligini va ularning Xitoyning do'sti bo'lganligi sababli Xitoydagi qaror chiqarg'uchilar bilan texmi qo'yiq aloqaga ega ekanligini kishilarning samiga selib turg'achqa bu kishilar davomliq maqtilib keldi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy davlat ichidagi qarshi fikrdagilarni bostirishni xufiyona davomlashtiraverdi. Hamma narsa asli holatiga qaytgan edi. Yoki shundaqda ko'rinadi. Amerika yana bir qatim Xitoyni ma'lum ma'nodagi ittifoqdosh deb qaradi. Amerika Tiananmendagi bostirishni kishini afsuslantiradigan o'tkinchi burilish deb qaradi. Bizga lozimi faqatla sabr edi. Ammo Xitoyning bu jihatdagi inkosi tamoman farqli bo'lib, ular qadimki zo'migar davlatlarning o'ziga xiris qilg'ichiga qanday qiladiganligini obdan biladi. Davomı var.